Qizim, daftar kitoblaringni yig'ishtir. Senga sovchi keldi. Dadang bilan kelishdik. Seni unashtirmoqchimiz. Voy oyijon, bo'lmaydigan hali o'qimoqchiman, orzularim ko'p. O'qib menga shahar olib berasanmi? Qiz bola uchun eng yaxshi baxt bu yaxshi oilaga kelin bo'lish. Hali yoshman-ku. Yoshliging qolibdimi? Seni yoshingda 16 yoshda ikkita farzandli bo'lganman. Aytganim aytgan, deganim degan. Yig'ishtir daftar kitobingni. Unashtiramiz seni. Afsuski, bugun ham ayrim qizlarning orzulari ana shunday gaplar bilan to'xtab qolmoqda. Lekin bir savolni o'zimizga beraylik. Agar bugun qizimizning bilim olishiga imkon bersak, ertaga u kim bo'lishi mumkin? Meni ismim So'lyona. Men Qo'ydala tumanida tug'ilganman. Men Janubiy Koreya, Yaponiya va Amerika kabi davlatlarga grant asosida qabul qilindim. O'zbekiston Respublikasining boshqa davlatlar bilan xalqaro munosabatlarini yaxshilash uchun harakat qilmoqchiman. Kelgusida O'zbekiston uchun yaxshi farzand va yetuk kadr bo'lib, tumanimiz yoshlariga, ayniqsa qizlarga o'z hayot yo'llarida, karyeralarida omad tilab, ularga ham o'qishlarda tayanch bo'lishga harakat qilaman. Mening ismim Qo'lkaroy. Qo'ydala tumanidagi 6-umum ta'lim maktabini oltin medal asosida bitirdim. 2024-2025 o'quv yillarida viloyat hokimi stipendiyasi stipendianti, Baxtiniso nomidagi adabiy tanlovning respublika g'olibasi bo'ldim. Shuningdek, Qozog'iston Respublikasining Qo'shqanot ijodiy jamg'armasi a'zosiman va ijodiy ishlarim AQSh, Turkiya, Qirg'iziston kabi davlatlarda chop etilgan. Ayni damda 5 ta fandan milliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritib, maksimal 189 ballni to'plab, o'zim istagan nufuzli universitetlardan birida talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ldim. Tengdoshlarimga ilm o'rganishdan, intilishdan charchamasliklarini va harakatda davom etishlarini tavsiya qilaman. Sababi ilmli qiz jamiyatda va oilada ham o'z o'rniga ega bo'ladi. Qabul va Marjona Shahrisabz davlat pedagogika fakultetining 4-bosqich talabasiman. Bolalarga ta'lim berish, ularga ilm ulashish mening eng katta orzularimdan biri va shu maqsad yo'lida tinimsiz izlanib, o'z faoliyatimni rivojlantirib borishga harakat qilyapman. I want to thank for a lot of achievement, a lot of opportunities created for us. For the president of our country, Shavkat Mirziyoyev. Eslatib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning kredit prim 3 moddasiga muvofiq voyaga yetmagan shaxsni erta turmushga berishga yo'l qo'ygan shaxslar qonunda belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Hurmatli ota-onalar, erta turmush masalasi nafaqat bir oilaning, balki jamiyat kelajagiga daxldor masaladir. Farzandlaringizning ta'lim olishi, kasb egallashi va o'z kelajagini ongli ravishda belgilashi uchun imkoniyat yarating.